Qo'lingizni jimjiloq va nomsiz barmog'i tez-tez uvishadimi? Tirsagingiz uzoq vaqt o'tirganingizda qo'llaringiz karaxt bo'lib qoladimi? Yoki mayda narsalarni ushlaganingizda qo'llaringizdan tushib ketadimi? Bu kubital tunnel sindromi bo'lishi mumkin. Qarang, buni oddiy osteoxondroz yoki tirsak og'rig'i bilan adashtirib qo'ymang. Agar aynan jimjiloq va nomsiz barmoq uvishsa, qo'l harakatlanganda kuchsizlansa, mayda narsalarni ushlashga qiynalsangiz, bu aynan tunnel sindromi bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha stolda tirsagini tirab ishlaydiganlarda, ko'p mashina haydaydiganlarda va qo'lini uzoq bukib ishlaydiganlarda uchraydi. Agar davolanmasa, qo'l mushaklari kuchsizlanadi, harakatlar cheklanadi va kundalik ishlar og'irlashadi. Boshida foydali bo'lishi mumkin tirsakka dam berish, mashqlar, yengil mashqlar o'tkazish, lekin bular vaqtinchalik. Nevrolog ko'rigida mushak kuchi, reflekslar, sezgi tekshiriladi. Zaruriyat bo'lsa, NMGda tekshirib ko'riladi. Men 19 yillik tajribaga ega Nasiriyeva Dilfuza. Sizda yuqoridagi shikoyatlar bezovta qilsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.